grafikli misollarda birinchi o'rinda grafikni tushunib olamiz. Har doim nima qilamiz ekan? Grafik tushunib olamiz. Ya'ni nima beryapti, shuni tushunib olishimiz kerak. Xo'p aytaylik. Concentration of bacteria. Nima bu? Bakteriyaning konsentratsiyasi. Millions of cells per milliliter. 1 millilitrdagi hujayralar soni degani. Xo'p, endi nima ekan bu? Time, ya'ni vaqt ekan. Xo'p, bo'ldi. Demak, ikkita narsa. Bitta y o'qi son, x o'qchi vaqt. Bo'ldi. Endi sekin o'qiyman. Graph shown. Ko'rsatilgan graf estimate concentration of certain strain of bacteria. Qaranglar. Ko'p holatlarda har doim birinchi gap tepadagi grafik nimaligini gapirgan bo'ladi. Har doim. Demak, qaytaryapman. Mana. O'zi graph shows dedimi? Demak, xulosa qilinglarki, birinchiga tepada nima borligini gapiryapti. Ya'ni tepada nima va nima bog'lanishini beryapti turganini gapiradi. Mana aka. Graf ko'rsatyapti taxminiy konsentratsiyani. Nimani? Certain strain of bacteria. Bakteriyaning millions of per milliliter. 1 millilitrdagi hujayralar soni. Nutrient medium. Qanaqadir modda. Endi aytayapti. Over time x. Nima? Vaqt x in minutes, minutlarda since initial measurement. Hop. Ne'matulloh? Initial nima? Initial. Ha. Jan. Initial. Temirbek? Ha. Boshlang'ich, dastlabki degani. Hop, measurement. Qiymat. Demak, dastlabki qiymat. Hop. According to the graph, grafikga ko'ra which of the following? Quyidagilardan qaysi biri? Qontas close. Yaqin aytmay turing. Yaqin. Number of minutes. Minutlar soniga. It took estimates concentration. Undan oladi taxminiy konsentratsiya of bacteria. Bakteriyaning konsentratsiyasi increase. Nima qilish uchun? O'sish uchun from 20 million cells per milliliter. Demak, 20 million bakteriyadan nima ekan? 30 million cells per milliliter nutrient medium. Demak, shu nutrient mediumdagi bakteriyalar soni 30 million seldan 20 million seldan 30 millionga o'tish uchun qancha vaqt oladi deyapti. Demak, 20 milliondan 30 millionga ko'payish uchun qancha vaqt oladi? Hop, endi qaranglar. Endi bizga nima kerak ekan? Grafik kerak ekan. Ketdi qaraymiz. Hop. 20 million. Mana. To'g'rimi? Nima? Aytyapti. Millions of per milliliter. Ya'ni 1 millilitrdagi hujayralarning soni. Hop, 20 dan nechaga chiqyapti? 30 ga chiqyapti. Hop, 20 da vaqt. 35. 30 da vaqt. 50. 35 dan 50 ga borish uchun qancha vaqt ketyapti? 15 minut. Demak, 20 milliondan 30 millionga chiqish uchun qancha vaqt ketar ekan? 15 minut. Demak, 50 ayru 35. Tushundikmi? Savollar? Osonmi?